Yo, hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Bugungi videomizda FC Mobile'da 122 over sostavimizni obzori beruvchilar. O'zingizlar joylarga yaxshilab o'rnashib olib, popkorn olinglar yeyishga. Xullas, normalniy video bo'lib qoladi. Duruzga tashlab qo'yaverasizlar. Xorazm sostavimizda ishoninglar, shunaqangi o'zgarishlar bor. Xullas, nechidir oy oldin tak 121 sostavimni obzori bo'lgan, endi 122 sostavimiz undan 100% o'zgarib ketgan. Bugun oldim mana shu Munozni videosini, video kerak emas, yangi Munoz deb beraman. 119 Munoz. Varatalisimizda Bono juda ham legenda. Yaxshi taniqli komandada o'ynamaydi-yu, ishoninglar, lekin вообще 35 yosh ekan. Men buni yoshroq deb o'ylardim. Okey, lekin ishoninglar, varatada ideal turadi. Bugun Ravnikda o'ynaganimda penalti qaytardim va bu yerda Gabriel Elmagalelet desam, Las Gabriel 210-obrona va bu yerda Abduqodir Husanov, o'zimizning legendamiz, O'zbekiston futbolchisi, City'ning legenda zashtniklaridan biri, himoyachi. Va bu yerda Robinson ekan. Amerikalik futbolchi. Mana shu Elzi Kerry bo'lganda oldim. Mana shu bori Calafioridan yaxshiroq ekan. 118 Calafioridan solishtirib ko'rdim, u yaxshiroq ekan. Shuning uchun mashina oldim. Bu yerda bizga video bilan tushgan Luka Modric, Realning afsonaviy yarim himoyachilardan biri. Yarim hujumchi serial chiqib ketdi. Xullas, ideal statlarni ko'rishingiz mumkin. Почти 196 pas, ideal pas beradi. Xullas, legenda. Bu yerga bizga tekin berilgan Alex Baena, World Cup chempioni. Ispaniyada World Cup chempioni bo'ldi. Tak, skors 209, вообще udar esa 185, chotki, pas 217, вообще мощный, dribling 211, вообще 200 nechidirlar bo'lib yotibdi yarim. Tak, keyingi futbolchimiz Dominik Szoboszlai. Bu futbolchimizning mana pas berishi menga yoqadi. O'rtasidan kesib beradi. Bu futbolchi qaranglar, udari kamroq, lekin ishoninglar, o'yinda tepib ko'rsanglar, ishoninglar. Masalan, mana shu obnovleniyadan keyin o'yinda oxirigacha tortib tursanglar, tepaga tepib yuboradi-yu. Mana shunga oxirigacha tortib tursanglar, ishoninglar, 9 liga qaratib boradi. U 25 yosh ekan. Okey. Buni ham videoda olganmiz. Brian Mbeumo, Manchester Unitedning o'yinchilaridan biri. Obronasiga e'tibor bermanglar. Unaqa zo'r futbolchi emas. Orada qovun ham cho'kadi. Lekin mana shu tezligi, udari, driblinglari yaxshiroq, fiz podkatovkasi ham bo'ladi. Men Grizmanga e'tibor bermanglar. Buni obmandan olib qo'ygandim. Bu yerga men bitta napadavich olmoqchiman. O'shaning uchun mashina qo'yib qo'ydim. Mashina o'zgartirsak, xudo xolasa 123 bo'ladi va 123 sostavimizda ham obzorni qilamiz. Bu yerda Cody Gakpo, legenda, вообще ishoninglar, mana shuni olsanglar, prям 3 ta pozitsiyada o'ynab oladi. Forward, LP, LV. Men buni hozir LV ga qo'yib qo'yganman. Chunki men Griezmann napga turadi va normalni kuchaytirganman. Buni udari ham yaxshi. Varataliga kelganda mana shu nima deydi, snayperskiy deymi? Xullas, prям toshni solib qo'yadi varatani ichiga. 203 udar, pasroq, 201 skors, o'rtachada, prям statlari o'rtacha. Lёгкий. Bu aytgancha, bu full stati screenshot olib qo'yinglar. Kerak yo'q qolishi mumkin. Masalan, arziydi. Qancha? 12 minglargami, 11 minglarga olganman.
Ko'rib turishingiz mumkin, mana shu Griezmann bitta yo'qotib yuborsam chotki bo'lardi. Va bu yerda mana xohlasanglar ID'mni ham beraman. Xorazmni topa olmasanglar. Tak. Mana pastda ID. Moy ID deb yozib qo'yibdi. O'shani sirasi screenshot qilib yozib qo'yaverasizlar. Durza tashlasanglar, har payshanba kuni sizlar bilan birgalikda video olib o'ynaymiz. Hammani durzasini olaman deganlar, tashlab qo'yaveringlar. Tak, bu yerda bizda 3 kun qoldi. 3 kundan keyin ikkita videomiz chiqadi. Agar durza tashlasanglar, sizlar bilan o'ynaymiz. Open pack videomiz ham chiqadi deganlar. Bu yerda Champion FC'ga bo'lganmiz. Mashalarni ham hozir o'rgatishim kerak. Trainer rejimda ham Jupiter 1. Undan keyin yana chiqamiz. Ana u 5 ga. Okey, chotki bir odam-masa. Tak. Yo'q, bu payshanba kuni ketsa, men mana buni ochish niyatim bor. Mana shu yerdan ishoninglar, agar не только Ferran Torres chempion oxirgi World Cup legendasi bo'lsa, siz ishoninglar, вообще chotki bo'lardi. O'zi ham 119, 3 ta kuchayib ketgan. Baratam olganlar вообще mazza qildi. Mana shuni ochamiz. Hozirda 333 ta, 3 kundan keyin yig'ilib qoladi. Tak. O'shaning uchun normalniy, xullas bitta Koreyada do'stlar, keyin bitta mana shu Champions degan sabita keladi keyingisida. U yerda 6 ta komanda bor. Galatasaray, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Bayern. Yana qaysi komanda bor edi? Tak. Galatasaray, Chelsea, Juventus, Real Madrid. Yana bitta 2 ta komanda bor edi xullas. Tak. Qarang, sizlarga mana shu bitta agar 117 futbolchilar bo'lsa, mana shu yerga kelasizlar, mana chempionga bosasizlar. Va bu yerda o'zi mashinga tekinga beradi Alex Payanani va botdan ham Alex Payanani bossanglar, bitta 117 futbolchiga Alex Payanani olasizlar. Va u bizga nima kerak? O'tdan o'zi tekinga beradi-yu desanglar, bu mana shu joyga kerak yoki mana bu joyga. Masalan, futbolchi olsanglar, 117 ni ustiga bosib, masalan, Alex Payanani qo'yib yuborishingiz mumkin. Lekin men mana shu Munoz qaniydi? Mana Munozni o'sha 117 futbolchini unga berib yuborib, keyin bo'tgan yana bitta 117 futbolchi berib, tak, keyin bitta 117 futbolchi bo'ladi. Keyin u yoqda Alex Payanani qo'yamanda, o'zimni bitta PZim bor edi, Lariera degan. O'sha 118imni qo'yib yubordim, Munozni oldim. O'shanaqa chotki, mana shu yerga qaranglar. Bu yerga Alex Payanani qo'yasizlar, bu yerga o'zingizlarni masalan elvinglar. Menda masalan hozirda Alex Payana turibdi, mana shuni ham qo'yaman. Keyin bu yerga bitta nima? Shartsan odam 117 odam olasizlar qo'yasizlar, bunga ham olib qo'yasizlar. Ko'rib turishingiz mumkin, Nico Williams masalan olasizlar. Ham ideal mashina Nico Williams. Men nimaga olmadim? Chunki Alex Payana bor, bekorga ketkazish niyatim yo'q edi. Bu bilan nima demoqchiman? Mana shu 119 futbolchi yetmay turgan bo'lsa, o'sha Alex Payanani 117 futbolchiga almashtirib olsanglar, ham ekonomli bo'ladi-da, xullas. Okey. Tak, bu yerda menga kim kerak edi? Tak, menga Kukurella tutsa ham zo'r bo'lardi. Kukurella 22 ta qolgan deganlar. Ochib bilarmiz balkim. Mana shu Holland tutsa ham yaxshi bo'lardi. Mana shu yerda Holland ham yaxshi, Vikinglar 26 yoshda shuncha harakat. Va bu yerda Fransiya, ishoninglar, mana shu Mbappe bor-u, World Cupdagi eng jonni berib o'ynagan futbolchi mana shu bo'ladi. 10 ta gol, 4 ta assist. Qaysi futbolchida ko'rdinglar? Messi ham ikkinchi o'rinda bundan. Lekin вообще ideal stati mashina bor-u. Yo'lga qo'yaversalar uchadi prям. Mana shu playstyle menga juda ham yoqadi. Pasiga tortib tursanglar, sразу 9 liga 9 qo'yib qo'yadi.
Mbappe uchun mana shu play style juda ham kerak. Tezlik. Uchadi. Raketa jigarlar. Tak, bu yerga kelsak, Maldini, Marcelo, Schmeichel, Eden Hazard, Marchisio. Mana Marchisio ham jigarlar Osiyolar yaxshi, necha 11 mingda, xullas arzonroq mana shu ham. Eden Hazard Osiyolar puliga arziydi. Zo'r Eden Hazard ham. Chelsea'da legendasi bo'lib, Realga sal slabiy bo'lib qolgan. Okey. Xullas, bugungi videomiz shu bilan tugadi. Mana ko'rib turishingiz mumkin sostavim. Agar mana shu to'rtinchi kun, ya'ni payshanba kuni bitta bitta forward tushsa, 123 over bo'lib ketishimiz ham mumkin. Xullas do'stlar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozib, payshanba kuni menga duruz tashlab qo'yinglar. Hammaga xayr.